Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biz, xodimlar bo'limini ko'rib chiqamiz. Yangi xodim qo'shish, xodimlari ga rol berish va yangi xodim yaratishlari ko'ramiz. Xo'p, demak, xodimlar bo'limiga o'tib olamiz. Yon menyuyimizdan mana bu qismga, xodimlar bo'limiga. Demak, hozircha, bu test, CRMda ikkita xodim bor. Demak, direktor sifatida Shavkatjon o'qituvchi ham Shavkatjon hozirchalik. Xo'p, demak, yangi xodim qo'shish uchun biz mana bu yerdagi xodim qo'shish funksiyasidan, foydalansak bo'ladi. Undan oldin boshqa bir narsani ko'rib chiqishimiz kerak. Demak, sozlamalar bo'limida, xo'p, rollar qismi bor. Rol, demak, har birda, o'quv markazidagi, xodimni o'ziga yarasha rollari bo'ladi. Kimdir o'qitadi, kimdir, marketing bilan shug'ullanadi yoki boshqa. Xo'p. Demak, birinchisi direktor. Direktor. Xo'p, bu direktor, ya'ni o'quv markazi asoschisi, ya'ni CEO hisoblanadi. Demak, bu, direktorda mana 47 ta ruxsatni hammasi bor. Demak, to'lov qo'shish, filiallarni ko'rish, to'lovlar, moliya, hamma narsani. Demak, direktorda hamma ruxsatlar bo'ladi. Demak, undan keyingisi administrator. Administratorda berilgan 47 ta ruxsatdan 24 tasi bor. Xo'p, filial menejeri, demak, filiallarga qo'yilgan menejerlarda 21 ta. Demak, akademik menejer, demak, bu, yordamchi menejer desak ham bo'ladi, ya'ni. Xo'p, o'qituvchi. O'qituvchida deyarli 7 ta, ruxsat bor. Demak, o'zini guruhini va 1-2 ta boshqa narsalarni ko'rishi mumkin. Xo'p, mentor. Mentor qo'shimcha o'qituvchi. Bunda 14 ta ruxsat. Sotuv menejeri, marketing, HR menejer, buxgalter, IT mutaxassis. Xo'p, bu, CRM yangi ochilganda CRM bilan birga keladigan ruxsatlar. Demak, direktordan boshqa hamma rollari o'chirsa yoki o'zgartirsa bo'ladi va siz, yangi o'zingizni, o'quv markazingizga mos boshqa birorta rol qo'shishingiz mumkin. Demak, rollarni ko'rdik, ularga beriladigan ruxsatlar. Demak, lidlar, misol uchun keling, birorta deylik administrator ruxsatlarini ko'ramiz. Mana administratorga tanladim. Demak, administrator nimalarni ko'ra oladi? Lidlar bo'limidan lidlar ro'yxatini ko'ra oladi, yangi qo'sha oladi, tahrirlay oladi, lekin o'chira olmaydi. Hop, vazifalardan, demak, ro'yxatlarni ko'ra oladi, vazifalarni qo'sha oladi. Hop, telefoniya. Demak, IP telefoniyaga kira oladi, telefoniyani boshqara oladi. O'quvchilar ro'yxatini ko'radi, yangi o'quvchini qo'shadi, tahrirlaydi. Kerak bo'lsa, o'chirib yoqib qo'yishingiz mumkin. O'qituvchi, demak, o'qituvchi o'quvchilar ro'yxatini ko'ra oladi, lekin qo'sha olmaydi yoki o'chira olmaydi. Va, mana davomat, to'lovlar, moliya, maosh, xabarlar, sozlamalar. Deyarli sozlamadan rollarni ko'rishi mumkin, lekin boshqa narsa qila olmaydi. Demak, bu, rollar va ularga beriladigan ruxsatlar. O'quv markazingizga moslab o'zingiz ham, yangi rol yaratishingiz mumkin. Xo'p, endi, xodimlarga qaytaman. Xodimlar bo'limiga qaytdim va man xodim qo'shishga bosaman. Demak, xodimni ism familiyasini kiritaman. Misol uchun, xo'p, Jahongir bo'lishi mumkin. Ahmadov. Deylik, Jahongir Ahmadov degan, yangi xodim qo'shyapman. Xo'p, u uchun alohida login kiritaman. Jahongir degan, misol uchun, gmail.com. Xo'p, va parol o'rnatib qo'yaman Jahongirga. Mana 1, 2, 3, 4, 5. Boshqacharoq o'rnataman. Xo'p, yaxshi. Telefon raqam kiritaman. 94 038 45 00. Xo'p. Lavozimi deylik, o'qituvchi. Misol uchun, oddiy o'qituvchi deng, oddiy o'qituvchi. Bugun ish boshlagan sana
Bu hozircha oylikka ta'sir qilmaydi. O'qituvchini avval guruhga qo'yish kerak. Xo'p, demak, administrator emas, o'qituvchi. Demak, oylik turi, demak, har xil bo'lishi mumkin. Dars pay. Misol uchun, har bitta o'tilgan darsga belgilangan summa bo'lishi mumkin. Demak, dars pay bo'ladigan bo'lsa, har bitta misol o'tgan darsiga 50 ming so'm yoki 100 ming so'm shunga o'xshagan pul bo'lishi mumkin. Agar o'quvchi to'lovidan foiz, demak, o'quvchi to'lovidan foiz bo'ladigan bo'lsa, demak, o'quvchiga qancha to'lov tushsa, misol uchun 5 million tushadigan bo'lsa, mana unga foiz qo'yib qo'yiladi 50%. Demak, 5 millionni 50%, 2,5 million so'm bo'ladi. Demak, bu o'qituvchini oyligi shunaqa hisoblanadi. Xo'p, yoki o'quvchi soniga ko'ra. Deylik, har xil markazlarda chegirmalar bo'lishi mumkin. Markaz tomonidan berilgan, u o'qituvchiga ta'sir qilmasligi mumkin. Shunaqa paytda o'quvchini soniga ko'ra foiz hisoblasak bo'ladi. Misol uchun deylik, bu bola o'qituvchida 20 ta o'quvchi bor. Ulardan 5 tasi markazga yo kam to'lov qiladi yoki to'lov qilmaydi, markaz tomonidan o'qiydi. Lekin bu o'qituvchiga ta'sir qilmaydi. Baribir eee, o'sha o'quvchilarni soniga qarab to'lov oladi. 20 tasiga ham to'lov oladi. Deylik, ko'p markazlar shunaqa holatda ishlaydi. 50%, o'sha 20 tani 50%. Hop, rol o'qituvchi, mana administrator boshqalarni tanlasa ham bo'ladi. Hozircha o'qituvchi yaratyapmiz. Hop, tug'ilgan sana shart emas, jins, erkak yoki ayol. Hop, keyin yana bitta muhim qismlardan biri bu, qaysi filiallarda ishlashi. Keyinchalik bu oylikka ham ta'sir qiladi. Keyin ko'rinishda ham, misol uchun, bizda hozir ikkita filial bor. Agar man hozir ikkinchi filialga ham belgilasam, bu o'qituvchi ikkinchi filialda ham o'qituvchi bo'lib ishlayotgan bo'ladi. Qo'shishga bosaman. Parol, deylik, parol kalitini 8 ta belgi va bitta harf. Harf qo'shmayapman. Harf qo'shib qo'ydim. Va mana yaratildi. Demak, Jahongir Ahmadov yaratildi. Profiliga kirib ko'raman. Hop, saqlab turaman. Demak, holat faol, o'qituvchi, telefon raqami, asosiy filial, ikkinchi filialda, ikkala filialda ham ishlayapti. Hozircha oylik yo'q, avans ham hali olmagan. Demak, o'quvchilarning to'lovini foizi, misol uchun, oy boshlangandan keyin o'quvchilar to'lov qilishi boshlaganda foiz ko'tarilib boradi. Demak, bir martada bu o'quvchilari qanchalik to'lov qilganini ko'rsa bo'ladi. Demak, profil ma'lumotlari va mana bu yerdan hop, Telegram uchun link. Demak, o'qituvchi o'zini guruhlarini, davomatlarini, demak, Telegram bot orqali qilsa bo'ladi. Demak, link yaratishga bosib, nusxalashga bosiladi va mana bu nusxalangan linkni shu o'qituvchiga Telegram orqali tashlab beriladi va o'qituvchi bunga ustiga bosib ulangandan keyin bu avtomatik o'ziga biriktirilgan guruhlari ko'rishni boshlaydi va davomatlarini yurgizsa bo'ladi o'qituvchi. Demak, Telegram bot orqali. Hop, demak, xodim yaratish bo'yicha shu. Demak, boshqa menejer yoki administratorlar ham shu xodimlar bo'limidan xodim yaratish ko'rinishida qilsa bo'ladi. Va ulari ko'pincha oyligi demak, belgilangan bo'ladi, qat'iy oylik bo'ladi. Demak, o'qituvchilardan boshqalarniki, mana filial menejerlarniki qat'iy oylik bo'ladi. Misol uchun, kiritilgan 4 million so'm. Deylik, filial menejeri 4 million so'mga ishlayotgan bo'lishligi mumkin. Mana bu yerda lekin ish boshlagan sanani belgilab ketish kerak bo'ladi. Mana misol uchun, birinchidan ish boshlagan bo'lsa, birinchidan birinchigacha hisoblanadi oylik sifatida. Buguncha shu.